بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Muhtaram azizlar, Ubaydulloh ibn Mas'ud Buxoriy rahmatullohi alayhining Muxtasarul Viqoya kitobiga oid sharhlarimizni davom ettiramiz. Bugun inshaalloh siz bilan biz ushbu mo'tabar kitobdan Raj'at kitobi, ya'ni ayolni qaytib olish xususidagi masalalarni o'rganamiz. Ubaydulloh ibn Mas'ud rahmatullohi alayhi aytadilar: تصح الرجعة في العدة وإن أبت إذا لم تبن خفيفة أو غليظة بنحو راجعتك وببطئها ومسها بشهوة ونظره إلى فرجها بشهوة. Demek bizni masalalarimizda, fiqhimizda, islom fiqhida raj'at masalasi bor. Raj'at tushunchasi bor. Bu qaytib olish, ayolni qaytib olib, ya'ni oilani davom ettirish degan masala. Bu narsa raj'iy taloq, ya'ni raj'iy taloq, yuqorida biz boin taloq, taloqlarni raj'iy taloq, boin taloqqa bo'linishligini bilib oldik. Shunga raj'iy taloqqa oid bo'lgani uchun raj'at deb ataladi. Ya'ni raj'at degani qaytish degani, qaytib olish degani. Shuni aytyaptilarki, raj'at iddani ichida durust bo'ladi. Ya'ni ayol kishini iddasini ichida qaytib olish mumkin. O'yin abad, garchi u rozi bo'lmasa ham, u bosh tortsa ham, qachonki xafifa yoki g'aliza boin bo'lmagan vaqtida. Ya'ni raj'iy taloq bo'lgan vaqtda qaytib olish mumkin. Bir taloqsan deganda yoki ikki taloqsan deganda ayolni men qaytib oldim deb binahvi roja'tuki deyapti. Roja'tuki degan so'z bilan men senga qaytdim yoki qaytib oldim, xotin qilib oldim deyishligi bilan ayol yana u insonga qaytib qoladi, nikohlari davom etaveradi. Ya'ni bu degani bir xotin bilan yashayotgan, bir ayol bilan yashayotgan inson raj'iy taloq qo'yadigan bo'lsa, taloq tushadi. Bir taloq desa, bir taloq tushadi. Lekin modomiki hali u ayolning iddasi chiqmasdan turib, u bilan yana yashashni davom ettirib ketish mumkin. Faqat uning uchun raj'at degan narsa, qaytish kerak bo'ladi, lozim bo'ladi. U so'z bilan ham bo'ladi, roja'tuki deyish bilan bo'ladi. Qachon bu raj'iy taloq bo'lganda, agar boin taloq bo'ladigan bo'lsa, boinning ikkita turi bor: xafifa va g'aliza. Yengili bor, og'iri bor. Boinni yengili mana shu bir taloq, ikki taloq boinlar. Yuqorida o'tganimizdek, kinoya so'zlari bilan tushgan taloqlar boin taloq deb ataladi. O'sha kinoya so'zlari bilan tushgan taloqlarni boini xafifa deyiladi. Bir, ikki taloq tushgan bo'lsa, bir taloq yoki ikki taloqda bu yengil boin bo'ladi. G'alizasi 3 taloq tushgan holati. 3 taloq tushgan holati bu endi kinoya lafzi bilan bo'lsa ham farqi yo'q. U g'aliza boin bo'ladi. Masalan, kinoya lafzini aytdi-da 3 taloqni niyat qildi. Yoki to'g'ridan-to'g'ri 3 taloqsan deyishlik bilan ham bu yerda boini g'aliza bo'ladi. Uni endi boini g'aliza bo'ladi. Uni qaytib olishni, bu raj'at qilishni iloji yo'q. 3 taloqda-ku raj'at so'z bilan bo'lmaydi, nikoh bilan ham qaytib ola olmaydi. Lekin mana bir taloq, ikki taloq bo'lgan boin holatlarida raj'iy taloq kabi qaytib oldim deyishlik bilan qaytib ola olmaydi. U nikoh bilan qaytish kerak bo'ladi. Boshqatdan mahr belgilab, nikoh qilib keyin qaytarsa, keyin oilada yashab ketish mumkin bo'ladi. Ya'ni boin taloqda. Demak, boin taloqni xafifasi ham, g'alizasi ham bo'lmagan, ya'ni oddiy raj'iy taloq bo'lgan holatda, bir yoki ikki raj'iy taloq bo'lgan vaqtda raj'at durust bo'ladi iddani ichida. Idda chiqib ketgandan keyin har qanday raj'iy taloq boin taloqqa aylanadi. Endi uni men qaytib oldim deb turib yoki men bu yerda aytiladi, ba'zi bir ishlar bor, o'shalar bilan qaytib ola olmaydi endi. Faqat nikoh bilan qaytib oladi endi. Lekin iddani ichida qaytib olish mumkin, garchi ayol bunga nima bosh tortsa ham yoki rozi bo'lmasa ham qaytib olishi mumkin. Qur'oni Karimda ana shunday oyatlar bor. Ya'ni haqliroq bo'ladi. Modomiki raj'iy taloq bo'lsa, eng haqlisi bo'ladi idda chiqmaguncha. Idda chiqqandan keyin tamom, u raj'iy taloq ham boin taloqqa aylanib ketadi. Uni qaytib ola olmaydi. Demak, yuqoridagilardan bildikki, raj'iy taloq bo'lgan o'rinda, u bir taloq yoki ikki taloq bo'lgan o'rinlarda
er hali idda chiqmasdan xotinini qaytib olishi mumkin. Ya'ni nikohni davom ettirishi mumkin. Nikoh o'qilmasa ham. Bu nimalar bilan bo'ladi? Roja'atuki so'z bilan ham bo'ladi. Abivatiha yoinki u bilan yaqinlik qilishlik bilan bo'ladi. Va masiha bi shahvatin yoki bo'lmasa shahvat bilan ushlashligi yoinki va nazarihi ila farjiha bi shahvatin. Ayolning o'sha a'zosiga, ma'lum a'zosiga shahvat bilan qarash bilan ham qaytish sobit bo'laveradi. Va raj'iy taloq bo'lgan o'rinlarda shuni bilishimiz kerakki, bu ishlar halol hisoblanadi. Agar inson mana shuni qiladigan bo'lsa, raj'a sobit bo'ladi, xotini o'ziga qaytib qoladi. Lekin u yashamoqchi bo'lmasa, mana shu ishlarni qilmaslik kerak. Iddani kutib turib ayolni bilan to'liq ajrashish lozim bo'ladi agar qaytib u bilan yashamoqchi bo'lmasa. Endi lekin yashashni xohlaydimi, xohlamaydi farqi yo'q. Shu ishlarni qilib qo'yadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Raj'at sobit bo'ladi. Va nudiba ishhaduhu ala raj'ati. Va bir odam ayoli bilan mana shunday ajrashgan, ya'ni taloq qo'ygan vaqtda raj'at qilayotgan bo'lsa, mustahab hisoblanadi qaytganligiga guvoh qilish. Men bir taloq qo'ygandim ayolimni, bir taloq turibdi va endi u bilan yashab ketmoqchiman, hayotimni davom ettirmoqchiman. Raj'at qildim men, qaytdim deb turib, ayolimni qaytib oldim deb guvoh qilib qo'yish kerak. Chunki bu odamlarning hayoliga turli xil fikrlar kelishini oldini oladi. Falonchi ayolini taloq qildi, endi yashab yuribdi, boshqa degan narsalarga sabab bo'lishi mumkin. Va boshqa noto'g'ri oqibatlar kelib chiqishi bu yerda kelib chiqishi mumkin bo'lganidan nima qilinadi? Qaytayotganda ham ayoliga raj'at qilayotganda, qaytib olayotganda guvoh qilib qo'yishlik bu mustahab hisoblanadi. Va a'lamuha biha va qaytganini xotinga ham bildirib qo'yish kerak bo'ladi. Masalan, taloq qildim degandan keyin ayol kishi idda o'tiribdi-da, bu raj'at qildimman deb gapirib qo'ydi yo birortasiga aytib qo'ydi. Xotin bilmasa, bu ham bir noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayol bilmadi, iddasi chiqib ketdi. Eri tarafdan masalan, qaytib oldim dedi-da, qaysidir sabab bilan uni o'sha ayolga yetkiza olmadi. Agar yetkizmay qoladigan bo'lsa, u ayol nima qiladi? Iddam chiqdi deb turib boshqa turmush qilib olishi mumkin. O'shaning uchun nima qilish kerak? Raj'atni ayolga bildirib qo'yish kerak. Agar og'zaki raj'at qiladigan bo'lsa, og'zaki qaytdim deydigan bo'lsa, mana shu ham mustahab hisoblanadi. Va alla yadkhula alayha hatta yu'zinaha illam yaqsid raj'ataha. Yana ayol kishi idda o'tirgan vaqtda agar raj'at qilishni qasd qilmasa, maqsadi qaytib olish bo'lmasa, uni oldiga kirayotgan vaqtda bildirib qo'yish kerak. Eshikni taqildatib qo'yish kerak yoki tomog'ini qirib kelayotganini bildirib qo'yish kerak. Chunki ayol uyda bo'lgan holatda har xil holatda bo'lib, yuqorida aytganimizdek, ba'zi bir holatlarda ba'zi bir joylarga ko'zi tushish bilan raj'at sobit bo'lib qoladi. Ana shu narsalar sobit bo'lib, yana boshqatdan taloq qilishga, masalan, rostman ular ajrashmoqchi bo'lgan bo'lsalar, boshqatdan taloq so'zini aytishga majbur bo'lmasligi uchun endi ayol o'zini tuzatib olishligi uchun nima qilish kerak bo'ladi? Uyga kirayotgan vaqtda, ayol idda o'tirayotgan xonadonga kirayotgan vaqtda bildirib qo'yishlik mustahab hisoblanadi. Ya'ni Alloh yadkhulu alayha, uni oldiga kirmasligi mustahab, hatto unga bildirmaguncha. Taqillatib, men kelyapman, yo'talib turib, kirib o'zini yumushi bo'lsa, olib qilib chiqib ketishi kerak bo'ladi. Va mu'taddatu raj'i tatazayyanu. Xo'p, o'zi idda masalalari alohida keladi. U iddada nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak ayol kishi? Bu yerda ba'zi bir masalalar aytib o'tilyaptiki, raj'iy taloqni iddasida o'tirgan ayol tatazayyanu, o'ziga ziynat oro bersa bo'ladi. Ziynatlansa bo'ladi, joiz bo'ladi. Ya'ni o'ziga oro bera oladi. Chunki u yerda maqsad nima qilishlik? Yashab ketishlik. Balki qaysidir sabab bilan ayolini ko'rib turib, chiroyli holatda ko'rib, yana qaytib yashab ketishi mumkin. Shuning uchun unga ruxsat berilgan. Chunki undan tashqari u rostmana ajrashish hisoblanmaydi. Qachon idda tugaydi, shunda rostmana boyin bo'lib ajrashib bo'lgani uchun hali beri ularda misol nikoh qoyimda, to'g'ri bitta taloq tushgan, lekin nikoh qoyim hisoblanadi hali. Shuni hisobidan xotin nima o'ziga oro berib yurishi mumkin idda vaqtida, raj'iy taloqni iddasidagi ayol. Walahwatuha va u bilan yaqinlik qilishi mumkin. Wala yusafiru biha hatta yushhidu ala raj'atiha. Va endi xotinni raj'at qildi shu holatdan keyin safarga olib chiqib ketmasin, illo qachonki hattoki bir guvohni keltirmagunchaki, ya'ni birovni guvoh qilmaguncha men bunga raj'at qildim deb turib.
Ya'ni raj'at qilganiga guvoh keltirib, keyin safarga chiqib ketsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ham mustahablardan hisoblanadi. وصدقت في مضي عدتها إن أمكن وفي بقائها وتكذيبها إخباره بالرجعة في العدة. Xo'p, bu yerda endi yana bir tortishuvli holatlar bo'lyapti-da. Misol, men seni iddangni ichida qaytib olganman desa, ayol yo'q, qaytmagansiz, iddam chiqib ketib bo'lgan edi siz aytgan vaqtda. Masalan, endi men nikoh bilan qaytdim va endi men nikohlanishni xohlamayman sizga deb qolishi mumkin. Mana shunday tortishuv bo'lyapti. Ya'ni idda chiqqandan keyin qaytdim dedimi yoki hali iddani ichida aytdimi? Nima qilinadi desa, bu yerda ayol kishining gapi tasdiqlanadi, ayol kishining gapi olinadi. Iddam chiqib ketib bo'ldi degan so'zida, idda o'tib ketib bo'ldi degan so'zda ayol kishining so'zi olinadi, uning gapi tasdiq qilinadi. In amkana, agar mumkin bo'lsa. Ya'ni shunaqa mumkin bo'ladigan bo'lsa, masalan, Imom Abu Hanifa rahmatulloh 60 kun deb hisoblaganlar. Buni ya'ni 60 kunligi qanchadan? Eng ko'p hayz kunlarini hisoblaganlar 10 kun, 15 kun poklikning eng ko'p muddati, 3 ta hayz misol uchun 10 kundan 30 kun bo'ladi, 2 ta poklik 15 kundan 30 kun bo'ladi. Ikkalasini qo'shsak 60 kun bo'ladi. 2 oy 60 kun bo'lgan bo'lsa, iddam tugadi deydigan bo'lsa, mana shu holatda nima bo'ladi? Endi ayolning gapini tasdiq qilish mumkin bo'ladi. Ayolning yolg'onga chiqarishi ham qabul qilinadi. Erni raj'atga bergan xabarini yolg'on deyishligi iddaning ichida. Ya'ni idda o'tib ketib bo'lgandan keyin aytayaptiki, men raj'at xabarini berganman senga, ya'ni seni qaytib olganman men deyapti. Xotin aytayaptiki, yo'q, aytmagansiz deyapti. Ikkalasi ixtilof qilyapti. Shunda ayolning gapi olinadi bu holatda. Ularning hammasida misol ayol qasam bilan mana shu gapni aytadigan bo'lsa, guvohlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu borada hech qanaqa guvoh hujjat bo'lmasa, ikkala holatda ham ayolning gapi qasam bilan e'tiborga olinadi. Wala tahillu hurratun ba'da 3 wala amatun ba'da 2 hatta yata'aha balighun aw murahiqun bi nikahin sahihin wa tamdhiya iddatu talaqihi. Xo'p. Endi 3 taloq bo'lgandan keyin hur ayol 3 taloq. Masalan, joriyalar bo'lsa, ularning talog'i 2 taloq edi. Hur ayol 3 taloq bo'lgandan keyin, ozod ayol 3 taloq bo'lgandan keyin avvaliy erga halol bo'lmaydi. Illo boshqa bir odamga turmushga chiqib, sahih nikoh bilan turmushga chiqib, o'sha sahih nikoh bilan o'sha odam bu bilan yaqinlik qilmaguncha avvalgi eriga va u taloq qilib va u taloq qilgandan keyin idda o'tmaguncha avvalgi erga nima bo'lmaydi? Halol bo'lmaydi. Bu shariatimizning hukmi. Ya'ni bir ayol 3 taloq bo'lgandan keyin u o'sha 3 taloq qilgan er bilan yashash uchun o'sha taloqdan keyin idda o'tish kerak. Iddadan keyin boshqa odam bilan turmush qilish kerak. Mabodo o'sha turmushi o'xshamasdan u bilan ham ajrashsa va undan keyin idda chiqadigan bo'lsa, shunda u birinchi 3 taloq qilgan er bilan yashashi mumkin bo'ladi. Va nikohu bi sharti tahlili yukrahu va yuhillu. Halola qilish sharti bilan, ya'ni halol qilib beraman men ayolingni deb turib, shu shart bilan nikoh qilishlik yukrohu makruh bo'ladi. Makruh tahrimiy. Hatto gunoh bo'ladiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam halola qiluvchini ham, halola qildiruvchini ham Alloh la'natlasin deganlar. Lekin shunday bo'lsa-da mana shu nikohni qilsalar, yuhillu deyapti. U o'sha shart bilan turmushga qabul qilgan er, nikohlangan er taloq qilsa va undan keyin taloq iddasi o'tgandan keyin avvalgi erga halol bo'laveradi. Ya'ni bu shart bilan qilingan ikkinchi nikoh bu makruh tahrimiy, bu la'natga giriftor qiladigan ish, lekin shunda ham shunday ish sodir bo'lib qolibdi. Gunohkor bo'lsa ham shu ishni qilsalar va shartlariga tushsa, avvalgi erga unga uylanishlik, ya'ni nikohlanishlik halol bo'ladi. Mana shu masala bu yerda bayon qilyapti. وإن قالت حللت والمدة تحتمل وغلب على ظنه صدقها حل له نكاحها والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث خلافا لمحمد. Bu yerda bir masala bor. Shu 3 taloq bo'lgandan keyin bir ayol kishi ancha yurib kelgandan keyin men boshqa turmush qilganimdan keyin u turmushimdan ham ajrab keldim mana, u ham taloq qildi, idda ham o'tib bo'ldi, men halol bo'ldim sizga desa, muddat buni ehtimol qilsa ham shu narsa
shu vaqt shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-ku, shu muddatda mana shu ishlar bo'lishi mumkin. Shu holatda va o'sha erni gumoniga rost gapiryapti degan bir gumon g'olib keladigan bo'lsa, ayolim rost gapiryapti, vaqtim o'tib ketib bo'ldi deb turib holatlarni qarasa, u yolg'on gapirmayotganga o'xshayapti. Holat nima? Uni rost ekanligini gumoniga kelyapti. G'olibi gumon shuni taqozo qilyapti. Er nikohlab olsa halol bo'ladi unga, u gunohkor bo'lmaydi. Chunki gumonining g'olibi uni halol bo'lib kelganligi. Va bu yerda yana bir masala bor. Ikkinchi er 3 taloqdan pastini ham bekor qiladi. Imom Muhammad lekin bunga xilof qilganlar. Masala shundaki, masalan 3 taloq qilgandan keyin bir odam ayolini va u ayol boshqa turmush qilib, mabodo u bilan ham yashamasdan qaytib kelgandan keyin o'sha 3 taloq qilgan birinchi er u bilan yashasa, yana noldan boshlanadi hayot. Oldingi 3 taloq bekor bo'lib ketadi. Ya'ni hayot nima bo'ladi? Yangitdan boshlanadi. Masalan, bir taloq qildi va borib keldi, kelgandan keyin yana bir taloq qilsa, u bir taloq bo'ladi. Oldingi bir taloq bilan qo'shilib 2 taloq bo'lib qolmaydi. 2 taloq bo'lgan holatda ham xuddi shunday. Ya'ni bir ayol 1 taloqmi, 2 taloqmi, 3 taloqmi bo'lib ajrashib ketib, boshqa turmush qilib, u turmushdan ham mabodo ajrashib kelib birinchi eriga tegadigan bo'lsa, 1 taloqda ham, 2 taloqda ham, 3 taloqda ham hayot yangitdan boshlanadi. Yangi sahifadan boshlanadi. Oldingi taloqlari bekor bo'lib ketadi. Imom Muhammad mana bu 1 taloq va 2 taloq masalasida Imom Muhammadning xilofi bor deb bayon qilib qo'yaptilar. Demak, azizlar, raj'at masalasi, ayolni qaytib olishlik masalasi mana shunday. Raj'iy taloq qilingan vaqtda ayolni nikohsiz ham qaytarib olish mumkin bo'ladi. Raj'iy taloqni bilamiz. Taloq so'zi ishlagan, sarih, ochiqdan ochiq taloq so'zi ishlagan taloqlar raj'iy taloq bo'ladi. Qisqacha mana shu masalalarni o'rganib o'tdik. Alloh taborak va taolo ilmlarimizga ziyodalik bersin va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.